Assalomu alaykum Baxmal Anguslar kanalining qadrli obunachilari, chorva ishqibozlari, Angus Simental buqa ishqibozlari hamda bugun video roligimiz asosiy qo'chqor ishqibozlari uchun bo'ladi. Urug'likka kimda kim qo'chqor izlab yurgan bo'lsa, sotiladigan 17 bosh qo'chqorlarimiz bor ekan. Hammasi urug'ga bo'ladigan haqiqiy dumbalari butun hisori zotli qo'chqorlar ekan. Xudo xohlasa bemalol kelib, ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Biz Jizzax viloyati Baxmal tumani Uzunbuloq qishloq fuqarolar yig'ini Yangiobod qishlog'idamiz. Sanamiz 2025-yil 29-may. Haftani payshanba kuni. Hozir aylantirib ko'rsatamiz hammasini. Bular necha oy oldin olingandi? Yanvar 7-yanvarda kelgan ekan. O'shandan keyin mehnat qilingan o'zimizning tog'amizning xonadonida. Xudo xohlasa hammasi sotiladi. Ko'kka ham yaxshi boqilib, yaylovlardan muammo yo'q, ko'kka to'ygan, yem ham hech kamchiliksiz uzilmasdan berilgan. Aylantirib ko'rsatamiz hammasini. Bemalol kelib, ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Qo'chqorlar ayni yetilib, yemlasa ham bo'laveradi, hali ketaveradi bular. Boqsangiz ancha kilo qo'shadi. Bemalol qo'ylarga qo'shishga ham bo'ladi. Mana. Qo'ylarga urug'likka aynan mana shunaqa qo'chqorlar tanlanadi. Mana dumbalari butun hisori zotli qo'chqorlar. Kelib, ko'rib, tomosha qilib olaverasizlar. Ular tishi nima, tishi yoshi? Hammasi ikki tish ekan. Bemalol urug'ga ham olsalaringiz bo'ladi, qurbonlikka ham sotilaveradi. Xudo xolasa yaqinda Qurbon hayiti, hammaga ayyom muborak bo'lsin. Inshaalloh. Qurbonlikka olamiz desalaringiz ham, qo'ylarga qo'yishga zotga olamiz desalaringiz ham hamma taraflama bo'laveradi. Kelib savdolashib olaverasizlar, xudo xohlasa. Narxlarini qanday qilamiz endi buni, tog'a? Gap narxida endi. Bitta joyda deysiz. Aha. Bitta joyda bo'lsa 6 million. Bitta joyda hammasi bir teksa. Bir joyda 6 million so'mdan ekan. 17 bosh bir joyda 6 million so'mdan. Narxlar yaxshi aytilyapti, chunki bozorlarda ham, Telegram gruppalarda ham ko'ryapmiz. Mana shunday qo'chqorlarni 10 million deb yoryapti. 10 million so'm deb aytilyapti ko'pincha. Mana. Живой veslari necha kilolar chiqib qoladi taxminan? 80 kilodan 100 kilogacha bor ekan. Bir joyda bo'lsa 6 milliondan. Ajoyib narx. Haqiqatda lekin narxlar sindirib qo'ydingiz. Lekin chunki hozir tarozi ham 70 ming so'm bo'lyapti-da. Tarozi 70 ming so'm bo'lyapti. 70-75. Endi qo'chqoriga qarab endi. Zotiga qarab, to'g'ri 65 dan ham bor. Lekin mana bunaqangi haqiqiy arashan hisor zotli qo'chqorlar 70 dan ham bozorda topish qiyin. Bemalol kelib savdolashib olaverasizlar. 6 million so'mdan bir joyda 17 bosh. Iloji bo'lsa bir joyda shunday olish kerak-da, hammasini yemlash kerak. Xudo xohlasa, hozirgi kunda xashaklar ham, yemni ham narxi juda ham baland. Kunjara 7 ming so'm bo'lib ketgan, arpalar 4,5 ming hozircha. Beta preslar 30 ming. Mana shu yil agar yem xashak qimmat bo'laversa, yaqin vaqtlarda go'sht ko'tarilish ehtimoli katta. O'zi go'sht kundan kunga narxi oshib boryapti. Agar 17 bosh bir joyga olib yemlashga tashab qo'yilsa ham bemalol 3-4 oyda albatta juda katta foyda tashab beradi, xudo xohlasa, inshaalloh. Endi olayotganda albatta Allohga tavakkul qilib olish kerak. Alloh taolo o'z barakot beradi. Yaxshi narsani puli har doim balandroq bo'ladi. Lekin yaxshi narsa har doim yaxshigina foyda tashab beradi.
bemalol bir joyda boqaman deganlar 17 bosh bir joyda olinsa, sog'liqlariga, yeb ichishlariga garantiyasi bor. Endi garantiya deganda jon hamma narsani jon Allohniki. Endi yeb ichishiga hozircha o'zi ko'rib, sinab shu 7-yanvardan beri boqib yuribdi. Shuning uchun hozircha yeb ichishlaridan hech qanaqa muammo bo'lgan yo'q. Bemalol kelasizlar, ko'rib, tanlab donaga ham, optim bir joyga ham sotilaveradi. Ha, donaga olaman deganlargacha. Kelishamiz. Nechidan nechigacha? Eng past. Ha? Eng pasti necha million nechta bor? Eng past. Maydaroqlar. Hozir boya 5 milliondan 8 milliongacha bor-da. Ha, 5 milliondan nechta bor ichida? 3 ta chiqarib berar ekan. 5 million so'mdan 3 ta chiqarib berar ekan. Bu yoq 8 million so'mgacha ketar ekan. 5 million so'mdan. Oldi 8 million. Mana ular maydalari, mana shular 5 millionlik bo'lsa kerak. Mana ularda 5 millionliklar bittasi. Manami? Ha, mana. Mana shular 5 million so'mdan ekan. Bu yoq oldi kattalar 8 million so'mgacha. Biznes qilaman, chorva bilan shug'ullanaman deb yurganlarga men tavsiya qilgan bo'lardim. Qimmat emas. Bemalol kelib savdolashib olaveringizlar. Baraka topadi albatta inshaalloh. Samarqand kanallarini, Telegram kanallarini ko'p kuzatamiz. Samarqandliklar ham biladi. 10 million so'm, 12 million so'm kami bor deb qo'chqarlar chiqyapti. Ko'pini o'sha chiqayotgan qo'chqarlarning sifati mana shunday ham emas ko'pini. To'g'ri, orasida zo'rlari ham bor. Mana bular ham o'shalardan qolishmaydi demoqchimiz-da. Alloh xohlasa ekranga nomerlarni qoldiramiz, silkada ham qoldiramiz. Bemalol telefon qilib savdolashib, xohlasangiz onlayn, xohlasangiz kelib jonli ko'rib savdolashib olaverasizlar. Alloh xohlasa. Ha, dastavka xizmati yo'q ekan, lekin kesalaringiz xohlagan joylaringizga labolar bemalol mashina gaplashib beriladi. Labo ko'p-ku, to'g'ri. O'zlaringiz 1 metrdan ziyodlar. ha, uzunasiga 1 metrdan ziyod, 1 metrlik. Balandligi ham 85-90. Balandliklari ham 85-90 sm ekan. Men pulim bo'lganda o'zim bop boqardim degan. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Bemalol kelib savdolashib olaverasizlar. Hammani chorvalariga, xonadonlariga Alloh taolo o'zi barakot bersin.